bir roli bilan mashhurlikka erishgan o'zbek aktyorlari haqida. Tolib Hojiyev. Aka Sharif Toshkentda filmi 93-yil suratga olingan. Unda bosh rollardan birini ijro etgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev 30 yildan buyon tomoshabinlarga Aka Sharif nomi bilan tanish. Tolib Hojiyevni unchalik tanishmaydi, ammo Aka Sharifning muxlislari ko'p. Bu rolning yaratilishida televideniyaning sobiq rahbari Elbek Musayevning xizmati katta bo'lgan. U buxorocha shevada gapiradigan rol haqidagi g'oyani bermaganida, balki bunday film yaratilmasmidi. Aka Sharif Toshkentda filmidagi Sharif va Ma'ruf ismli obrazlar avval teleminiatyuralar teatrida namoyish etilgan. Undan keyin Sharof Boshbekovning yordami bilan film ssenariysi yozilgan. Buxorocha sof yumorga boy film sabab xalq mehrini qozondim, deydi aktyor Tolib Hojiyev. Yo'lchi Ortiqov. Yo'lchi Ortiqov nafaqat aktyor, kaskadyor va sport ustasi hisoblanadi. U aktyor bo'lib tanilmasdan avval bir muddat kaskadyorlik ham qilgan. Tog'lik kuyov filmining rejissyori Mashraf Kimsanov bilan Qozog'istonda suratga olish maydonchasida tanishgan. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohini tamomlaganimdan so'ng ketma-ket ikkita tarixiy filmga taklif qilishdi. 98-yili rahmatli Shuhrat Abbosov Jaloliddin Manguberdi filmini suratga olishni rejalashtirgandi. Xuddi shu paytda Habibulla Fayziyevning Alpomish filmiga taklif qilindim. Lekin ikkisida ham suratga tushish nasib qilmadi. Jaloliddin Manguberdi filmi ba'zi sabablarga ko'ra suratga olinmaydigan bo'ldi. Afsonaviy qahramon Alpomish filmida tryuklarni bajarish shart emas va ko'rinish ham baquvvat bo'lmasligi kerakligi haqida eshitib, hafsalampir bo'ldi. Shundan keyin Mashraf Kimsanov rejissyorligida Tog'lik kuyov telefilmi suratga olinadigan bo'ldi. Unda Tog'lik kuyov Xolmurod roliga 25 kishi sinovdan o'tkazilishi lozim bo'lgan. Mashraf aka rolga ko'rinishing ham, ijroing ham mos kelyapti. Seni tasdiqladik dedi. Ammo bu rolda suratga tushkim kelmadi. Bu rol orqali masxarabodga o'xshab qolaman. Keyinchalik odamlar meni jiddiy rolda ko'rish olmaydi deb o'ylagandim, deydi aktyor Yo'lchi Ortiqov. Elmira Rahimjonova. Elmira Rahimjonova Charxpalak seriali suratga olinmasdan avval taniqli emasdi. Bu rol aktrisaning tanilishiga va Lo'li Maryam nomini olishiga sabab bo'lgan. 1997-yili O'zbek telefilmida Charxpalak seriali uchun kasting o'tkazilgan. Lo'li Maryam roli uchun 30 dan ortiq aktrisalar kasting topshirgan. Yaratganning inoyati bilan ssenariy muallifi hamda rejissyor rolga meni tasdiqlashgan. Ammo muallif Sharof Boshbekov qat'iy talab qo'ygan. Ya'ni ssenariydagi so'zlarga o'zgartirish kiritmasligimni va lo'li ayollar fe'l-atvorini o'rganishimni so'ragan. Aslida bu shevada Samarqand va Qashqadaryodagi shu millat vakillari so'zlashishar ekan. Muallifning maslahati bilan 8 oy davomida lo'li ayollarni o'rganishni boshlaganman. Hatto syomka boshlanishiga bir necha oy qolganda hayotda ham shu shevada gaplashganman. Charxpalak serialidan so'ng juda ko'p film va seriallarda suratga tushdim. Ammo tomoshabinlar uchun faqat Lo'li Maryam bo'lib qoldim. Ba'zida bundan quvonaman, ba'zida esa ranjiyman, deydi aktrisa Elmira Rahimjonova. Rahmonali Suropov. Qalpoq ko'rsatuvining vakili Rahmonali Suropov Maray Mamat rolining yaratilishiga xo'roz sabab bo'lgani haqida so'zlab berdi. Sirkda masxaraboz bo'lib ishlardim. Ammo hamma aktyorlar kabi televideniyaga ko'rsatuv qilish niyatim bo'lgan. Ammo u paytlari vaziyat ancha boshqacha edi. Ya'ni televideniyaga ko'rsatuv qilish uchun juda ko'p to'siqlardan o'tish kerak edi. Tolib Hojiyevning yordami bilan miniatyuralar teatrida chiqqanman. Ammo alohida ko'rsatuv qilishning gashti boshqacha bo'ladi. Xullas, rahbarlar ruxsatini olish uchun kanal haqida rolik suratga olishimni maslahat berishdi. Bosh qotirib, sirkda foydalanadigan katta qorin va mo'ylovdan foydalanadigan bo'ldim. Zotdor xo'roz olib, uni bir oy davomida qo'lga o'rgatdim. Ssenariyga ko'ra, u televizorni yoqishi va yoshlar kanalini ko'rishni istashini ko'rsatish kerak edi. Ayolim bir xonali uyda xo'roz boqishimga jiddiy qarshilik qilgan.
Mana shu televideniyega intilishimga so'nggi urinish bo'ladi deb jon jahdim bilan harakat qilganman. Haqiqatan ham rolik rahbarlariga yoqqan va ko'rsatuv qilishimga ruxsat berishgan. Maray Mamat roli xuddi shu qiyofada qalpoqqa ko'chgan, deydi komik aktyor Rahmonali Suropov. Dilshodbek Kattabekov 98-yilda O'zbek filmda Kichkina tabib filmiga kasting bo'layotganini aytishdi. Unda 100 ta bola qatnashgan bo'lsa-da, rol menga nasib qilgan. Qarasam, hammasi o'zim 1 yil oldin televizorda ko'rgan aktyorlarim bo'lgan. Murod Rajabov, Rajab Adashev, Karim Mirxodiyev, Fotima Rejametova, Zikr Muhammadjonov, Munawvara Abdullayeva bor edi. Bu ham o'zimni erkin his qilishimga turtki bo'lgan. Ular menga rolni ijro etishimga yordam bergan. O'sha paytda kinolar lentada olingan. Xato qilishga haqqimiz yo'q edi. Hozirgidek emas edi. Bir kun oldin yaxshilab matnni yodlab, ertasi kuni suratga olish jarayonlariga borib, holatga kirib o'ynalgan. Kichkina tabibning ham bir yutug'i aktyorlar ansamblining jam bo'lganidadir. Jamoa zo'r yig'ilgan edi. Shundan keyin menga Kichkina tabibda chiqqan bola deb ta'rif berishadigan bo'lishdi. Kimdir ismimni bilmasa ham Doniyor deb chaqirar edi, deydi Dilshodbek Kattabekov.